20 minut ichida sizga target uchun 100+ kreativlarni ssenariysini oson usulda yozishi va ularni bir kun ichida syomka qilib montajlarini ham qilib tashlashni ko'rsataman. Videodan keyin siz kreativlarga unaqa ko'p vaqt sarflamaydigan bo'lasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun aniq foydali bo'ladi. Kun ichida 100+ kreativ yasash bu Mixer app orqali bo'ladi. Ya'ni birinchi kunida biz hook, body, call to actionlarni yozib olamiz, ssenariylarni to'liq yozib olamiz va qolgan kunida syomkasi, montajlarni qilib tashlaymiz. Ishoning, buncha kreativ olish uchun sizga oddiy kreativlarni yozish uchun ancha bir 5-6 kun vaqt ketgan bo'lardi, lekin bu usul orqali aniq 2 kunda bu narsani qilib tashlaysiz bo'ladi. Chunki biz hozir loyihalarimizga shu usulda kreativlar olishni yo'lga qo'yganmiz. Buning nima foydasi bor? Haftalab kreativ qilib yurmaysiz, boya aytganimdek, va ko'p ideya kerak emas. Ya'ni ishlagan videolarni 100+ kreativ qilishga yordam beradigan usul bu. Biz buni bitta ingliz tili o'quv markazi loyihamizda 3 oy oldin sinab ko'rganmiz va lidlar narxi $1.20 dan 60 sentgacha tushdi. Bu menda ishlamaydi, u ingliz tili o'quv markazida yoki boshqa loyihadir deyishingiz mumkin. Unaqa emas, bu hamma sohada ishlaydi, chunki hammaga tushib ketaveradigan oddiy usul. Kimlar uchun foydali? Zapusk va ko'p kreativ ishlatadiganlar uchun. Ba'zi o'quv markazlari bor, ba'zi bizneslar bor, kam kreativ, kam narsa bilan ham rezultat qila olishadi. Lekin zapusklarda misol uchun o'zimiz qatnashganmiz, 150-200 salab kreativ ishlatish kerak. Aynan ko'p zapuskchilar mana shu usuldan foydalanib, kreativlarini ko'p qilib yozishadi va ko'p kreativni targetda sinab olishadi. Va Metani yangi 2025-yil oxirida yangilangan Andromeda yangilanishi ham bunga yordam beradi. Ya'ni Andromeda endi sizni reklamalaringizni, misol uchun, intereslariga qaramaydi. Ya'ni qanaqa interes belgilashingiz, qanaqa narsa belgilashingizga qaramaydi, endi sizni kreativlaringizga qaraydi. Ya'ni siz 3 ta kreativ yasab turib, lekin maksimal auditoriyalarni kichkinalashtirib yoki maksimal auditoriyalarni kattalashtirib nimadirlar qilishingiz mumkin. Bu ishlamaydi katta ehtimol bilan. Undan ko'ra birodga umumiyga target yoqib turib, ko'p kreativlar bilan Metani algoritmini o'ziga qo'yib bergan ma'qul. Ya'ni 100+ kreativ yasash, bunaqa tez kreativ yasash aynan shu Andromeda usuliga to'g'ri keladi. Buni logikasi qanaqa ishlaydi? Biz o'zimizda ishlagan yoki o'zimiz sohamiz bo'yicha muhim bo'lgan savollarni alohida hooklar, alohida bodylar, alohida call to actionlar qilib ajratib olamiz. Ya'ni 10 ta hook, 4 ta body qismi videoni va 5 ta call to action qismi. Shunda, misol uchun, buni ko'paytirish usuli qanaqa bo'ladi? 10 ta hookni 4 ga ko'paytiramiz, bu 40. 40 ta yana 4 ta call to action ko'paytiradigan bo'lsak, 160 ta kreativ chiqadi. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, hammasida har xil bo'ladi. Misol uchun, birinchi hookga birinchi body, birinchi call to action. Keyin yana shu kombinatsiya qaytariladi. Birinchi hook, birinchi body, ikkinchi call to action. Va hokazo, va hokazo. Xuddi shunaqa birinchi hook, birinchi body, uchinchi call to action bo'lib turib, bu hammasi bir-biriga kombinatsiya bo'ladi. Bu xuddi sizda nechtadir raqam bor, misol uchun 1 dan 4 gacha raqam, 1 dan 4 gacha ikkinchi raqam bordek, bularni xuddi parollardek kombinatsiya qiladi. Endi bularni qanaqa yozamiz hooklarni? Birinchi o'rinda winning kreativlarni aniqlash. Ya'ni bizda yaxshi ishlagan shu paytgacha videolarni hooklarini olamiz. Ads Manager'ni ochib turib, hook rate baland bo'lgan videolarni olamiz va ularni qaytadan yozamiz. Misol uchun, siz shu paytgacha yozgan bo'lishingiz mumkin, 20 ta, 30 ta kreativ yoqqan bo'lishingiz mumkin. Hammasini maksimum qilib turib Ads Manager'da ko'rasiz va u yerdan ishlaganlarni hooklarini olasiz. Hammasini olish shart emas, bitta, ikkita, balki 3 ta. Keyingisi xuddi o'shalarni endi body qismini olish, ya'ni videolarni asosiy o'rta qismlarini, qaysi muammolarga yechim berganingizni, umuman qanaqa offeringiz borligini yozasiz. Endi call to actionlarni olamiz, ya'ni aynan o'sha ishlagan kreativlarimizni call to actionlarni olish bilan shug'ullanamiz. Ads Manager'da bu CTR yaxshi bo'lgan, yaxshi ish bergan, ko'proq lead olib kelgan kreativlar bo'lishi mumkin. Shularni CTR'larni olamiz. Ikkinchi usul, ChatGPTga maxsus prompt orqali bu narsalarni yozdirishimiz mumkin. Bu qanaqa qilinadi desangiz, hozir men ko'rsatib beraman. O'zimda maxsus yozilgan prompt bor. Xo'p, ChatGPTga o'tamiz. Yangi oyna ochib turib, bunda sizga plus bo'lgani yaxshi, plus yo pro tarifi, shunda sizga aniqroq javob beradi. Shu promptni tashlaymiz va ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Promptni o'zim yasaganman. Ya'ni qaysi industriyada, qaysi nishadaligingizni bu yoqqa yozib qo'yasiz.
Misol uchun aytaylik, biz o'quv markazi, o'quv markazi ingliz tili. Bizni target auditoriyamiz. Misol uchun 18-25 yosh studentlar, o'zbekcha yozsangiz ham bo'ladi buni. Va ota-onalarga yoqmoqchimiz 30-55 yosh ota-onalar. Bizni maqsadimiz. Buni bitta nima qilganimiz ma'qul, ya'ni ota-onalarni chiqarib tashlayveramiz, studentlarni o'zini qoldiramiz. Bularga ayl sotmoqchimiz. Endi goal, biz maqsadimiz ko'proq lead olish. Til o'zbek. Nechtadan bo'lsin hook deyapti. Hook 5 ta bersin variant bizga. Body 2 ta, call to action 2 ta. Call to action 4 ta. Platforma Instagram. Offerimizni yozamiz endi. Offerimizni bu yerga yozishimiz kerak. Demak biz studentlar uchun tezlatilgan ingliz tili kurslari. Ingliz tili kurslari. Ko'p vaqt ketkazmasdan 4 oy ichida ingliz tilini speakingini yaxshi o'rganadi, gaplasha oladigan darajada. Yaxshi o'rganadi. Bo'ldi, bu yog'ini o'zi yozib qo'yilgan, bu yoq tashlashimiz kerak. Bu yoqda o'zbekcha javob berib qo'yganmiz, tashlaymiz. To'g'ri oyda gapira olmasang, puling sarflama. Endi bu ChatGPTni bilasiz, baribir to'g'ri javob bermaydi. Bu bizga ideya olishda yordam beradi. Grammatikani bilsa, lekin gapira olmaysanmi? Buni mana nimachalab, ya'ni senlab berib qo'yibdi. Endi bunga yana qayta prompt beramiz. Foydalanuvchini sizlar, mijozlarni sizlab yoz va body qismini 4-5 qator qil. Bo'ldi. Vaqtni bekor ketyapsiz mana. Grammatikani bilasiz, lekin gapira olmaysiz. Ikkinchi, siz uchun tezlatilgan ingliz tili kursi. To'g'ri ichida speaking har darsda real gaplash mashqlari bor. Ortiqcha nazar yo'q, faqat amaliyot. Studentlar jadvalga mos darslar natija, suhbat darajasi. Hozir yozing, joylar test to'ladi. Test darsga ro'yxatdan o'ting. DMga English deb yozing. Birinchi darsga joy band qiling. Umumiy oddiy nimalar bizga berilgan hook body call to actionlar, lekin xuddi shu usul bilan olsa bo'ladi. Uchinchi usulimiz bo'lsa Google'da izlash orqali. Yozamiz, misol uchun how fast learn English. Inglizcha yoki ruscha qidirganimiz ma'qul, chunki o'zbekchada qidiruvlar chiqmaydi. Deb yozamiz. Mana bu yerda chiqishi kerak. Mana. Super endi oltimiz xulosasi chiqyapti bu yerda. Mana bu yerda bizga shu kabi qidiruvlar. Can I learn English in 3 months? How to study 10x faster? Shu narsalarni mana zo'r usuli bor. Buni bitta o'rtog'im o'rgatgandi menga, content maker. Bitta buni bosamiz, qaytaramiz va pastda xuddi shunga o'xshagan yana qidiruvlar chiqib keladi. Yana can we learn English in 7 days bossak, yana pastda xuddi shunga o'xshaganlar chiqib keladi. What is the 3, 2, 1 rule in speaking? Mana shunaqa narsalar chiqib kelyapti. Shulardan olishimiz mumkin. Misol, can I speak English fluently in 50 days? Xuddi shu narsalarni, savollarni olib turib, biz o'zimizga hook, call to action, bodylarni yaratib, contentlarni yaratishimiz mumkin. Endi bularni yozib olamiz alohida docsga. Mana bu yerga misol uchun hooks deb yozamiz. Bu yoqqa 1 yozilmadi. Bir narsa 2, 3 body call to actionlarni yozib olamiz, syomka qilamiz. Buni syomkasiga ko'p vaqt ketmaydi, chunki hook alohida gapirib beradigan odam alohida joyda, alohida kiyimda gapirish mumkin. Bodyni alohida gapirib beradi.
call to actionda alohida gapirib beradi. Bu narsani mutlaqo alohida yozishingiz mumkin. Endi buni montaji qanaqa bo'ladi? Desangiz, montajlar hammasi bir xil stilda bo'lishi kerak, chunki hook, body, call to action'ni mix qilganimizda bir-biriga o'xshashi kerak. Misol uchun, hookda bir xil shrift ishlatilishi kerak, bir xil lut, bir xil rang ishlatilishi kerak, ya'ni bir xil bo'yalishi kerak. Bodyda ham shunaqa, call to action'da ham xuddi shunaqa. Hamma elementlari bir xil bo'lishi kerak. Montajyorlarga ham bunga ko'p vaqt ketmaydi. Bizga 160 plus kreativ beradigan tizimga montajyorlarga kuniga maksimum 4-5 soat ketishi mumkin. Ya'ni 4-5 soatda buni montaj qilib bera olishadi. 3 ta video bersangiz ham xuddi shunaqa 4-5 soatda montaj qilishadi, balki undan ham ko'proq. Ya'ni bu ancha tez demoqchiman. Endi bularni mixer qilamiz. Mixer app bor menda, o'zim MacBook'imda yozgan. O'sha orqali mixer qilishimiz kerak. Mixer app qanaqa ishlashini sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bu aynan Finder app ichida o'zida bo'ladi, ya'ni Mac'da. Men o'zi qilib qo'yganman. Bitta video mixer degan nima bor, bu yerda hooklar bor, mana ko'rib turibsizlar. Body'lar bor, call to action'lar bor. Bu yerda o'sha videolarni chiqadigan joy. Hattoki muzikani ham mana shu yerdan o'zi qo'yib beradi. Mana hozir buni terminalga yozamiz. Hozir bizda render boshlandi, ya'ni o'zi videolarni render qilishni boshlaydi mana bu yerga. Mana o'sha birinchi videoni render qilishni boshladi. Natijani ko'rsataman. Mana videolarni o'zi yasayapti, yasab bo'lib qoldi. Mana ikkinchi videoni yasashga o'tdi. Bosib ko'ramiz. Bu kolonkadan uyda bolalar bilan maza qilib karaoke qilsangiz ham bo'ladi. Ovozlari ham juda ham baland. Endi bayramlarni O'zi muzikani ham o'zi qo'ygan. Karaoke qo'yib olib aytib o'tirsak ham bo'ladi. 90 santimetrlik kolonkamiz ichidan mikrofon. Bu body qismiga o'tdi o'zi. Bundan keyin call to action qismiga o'tadi. Mana hozir ko'rishimiz mumkin. Mana hook, birinchi hook. Bu yil naq 90 santimetr keladigan kolonkamiz sotuvga keldi. Bu endi body, mana bodysi. Mikrofoni bor. Mana bodyni qo'ydi bundan keyingisiga. Endi bayramlarni maza qilib o'tkazamiz. Mana bu call to action'ni qo'ydi adashmasam. 3 oyga boshlanish to'lovsiz. Xuddi shunaqa ishlaydi bu. Xo'p, endi eng muhim joyi ishlagan kreativlarni ishlatish kerak iloji boricha. Google'dan, ChatGPT'dan olish ham to'g'ri, lekin iloji boricha ishlaganlarni ishlatsangiz, sizda shunda risk bo'lmaydi. Ya'ni 100 plus 150 ta kreativlarni yoqyapsiz, lekin ularda hech qanaqa natija bo'lmasligi ham mumkin agar siz noto'g'ri oriqlarni ochib qo'ysangiz. Endi buni targetini qanaqa yoqamiz deganda, hech qanaqa auditoriya qiziqishini tanlamasdan, shunchaki yoshini tanlaysiz, jinsini tanlaysiz, endi ayollarga yo erkaklarga yoqishi va hududini tanlaysiz. Bo'ldi. Qiziqish tanlamasdan shunchaki yoqib yuborasiz. Keyin qolgan kreativlarni, yaxshi ishlagan kreativlarni uzkelashtirib boshqa auditoriyalarga yoqishingiz mumkin. Bu degani interes umuman ishlamaydi, pulni tashlab yuborish kerak degani emas, lekin asosan Andromeda ishlaydi endi. Agar sizga ham biznesingiz bo'lsa va uni targetini yurgizmoqchi bo'lsangiz, biz VN marketing agentsiyasi bunda yordam berishimiz mumkin. Shu vaqtgacha 50 plus loyihalarda ishlab kelganmiz. Target bo'yicha to'liq hamma kanallarda reklama yo'q olamiz, ya'ni Telegram Ads, Google Ads, Yandex Ads, Facebookda ham, ya'ni targetni to'liq yo'q olamiz. Performance marketingga to'liq javob bera olamiz. Hamkorlik qilish uchun video ostidagi linkka bosing, menga yozsangiz, men o'zim siz bilan gaplashib, konsultatsiya o'tkazamiz. Sizga qanaqa yordam bera olishimizni ko'rib chiqamiz. Aytgancha, boya ChatGPTga ishlatgan promptimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kanal linki video ostida описаниеda bo'ladi. Albatta o'tib unga ham ko'ring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlaringizga ulashing videoni. Shunda video ko'proq ko'rilishiga hissa qo'shgan bo'lasiz va izohlarda savollaringizni ham yozib qoldiring. Qanaqa savollar qiziqtiradi sizni? Nimalar bo'yicha dars qilishimmi yoki nimalar bo'yicha ma'lumot berishimni xohlaysiz, yozib qoldiring. Rahmat.